yordamchisi. Kichkimdan tortib savdo qiziqishimning turkisida oliy maktabdan bitirgandan keyin savdo ishlari bilan shug'ullanib kelyapman. Bundan keyingi nishonim bo'lsa Sofiyadan ishlatganlarni oy qilish, sotqanlarni boy qilish. Elchi programmasiga qatnashishdagi sababim bo'lsa, o'xshash orzu va nishondagi hamroh loyiq tepish. Marhamat Abduqodir. Voy bu elchi programmasi qizlarmi yo chiroyli modellarni tizib qo'ydimi? Yaman chiroyliga modeldek bo'lmasa, alim ko'zini bildi qilyapti, o'qishgan cho'qim. Naq program tizib ketdim men. Bayamdan bir pasi netjen izib qilib, yaman yerib zadi. Jiddiyleşip aran çıqqan, axir to'g'ri topqa o'xshayman. Yaxshi do'g'lim qizlar? Yaxshi turibsizlar? Yaxshi turibsiz? Xo'sh, lider yordamchisi. Xizmatlaringiz aldirashmi? Aldirash. Ha. Safarlaringiz ko'pmi? Safarlar ko'p bir qadar. Yani kichik kundan keyin har qaysi joylarga safarga chiqaman. Bir oycha aniq. Odat bir chiqasangiz qancha kunda qaytib kelasiz? Odat qisqa bo'lsa, kichik kun bo'lmasa bir oycha vaqt bo'lib qoldi. Bir oycha. Abduqodir, bayatdan bir gapingizni men yoqtirdim. Meni yoqtirsa, albatta men yoqtirsam, oldingi sharti meni yoqtirsa degan so'z bilan chiqdingiz. Xo'sh, sizning o'zingizmi yoqtirdigan, sizni yoqtirdigan bir qizni elchi sahnimizdan nishonlab topa oladiganingizga ishonamiz. Qani, qizlar bilan ishonganingizga ko'p rahmat. Bu shunday bo'lishini men chin ko'nglimdan umid qilaman. Yaxshimisiz? Yaxshi, o'zingiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Nihoyat xush ekansiz. Anonki bo'yingiz xeyli egizdek ko'rdim. Siz ishdan mushta kalti kiyishni yaxshi ko'ramsiz? Egiz ko'tarib oldingizmi? Mush kaltiroq kiyishni yoqtiraman. Ha, shu qarsam bo'yingiz egiz ekan, xiyomat qasdashda kiyib oldimmi deb o'yildim. 25 yosh kirdim dedingizmi? Ha. Siz burundan tatib mushtaq shu shirkatlar bilan hamkorlashib ish qilishni yaxshi ko'ramdingiz yo undan boshqa o'z oldingizda bunday bir kasb bilan shug'ullanib boqqandingiz? Men o'qish bitirganda endi 1 yil bo'ldi. Lekin bu shirkat ishlayotganda 2 yil bo'ldi, savdo qilayotganda 8 yilcha vaqt bo'ldi. Ha. Ma turqozim bir xil qilib pishib etilgan, chiroy chiqib turdi ekan. Rahmat. Rahmat. Savdoga kirishga 8 yil bo'ldi dedingiz. Ha. Unidar savdosi qilyaptingizmi? Oliy maktabda o'qiyotgan vaqtlarda? Oliy maktab o'qiyotgan vaqtda unidar savdosi qilyapti. Unidar savdosi. To'liq o'tirlarda o'qiyotganda ular nimaga ehtiyoj bo'lsa darhol shuni. Ma nişan acayip büyük nişan kençimi? Demek çoğunun aşının ihtiyacını kandırıp pul tepe şundan mı? Nelik sorab etme? Ha? Nelik tu? Nelik siz? Yakendi. Yakin. Nemi çoğun? Pul taptan mı anda? Pul tapkan? Kaçırek pul taptan? Adette bir sırf 30 bal boz 50 koy ne kelsin 1500 koy buldu hem de yarım 750 koy bolsa hem de 800 koy 900 koy pulsini jig'vilib. Ha. Ularning o'yinchilikdek pul qolmaganda juma kuni kechdi qarz berib, yakshanba kuni yig'ib olatdim. Voy, sen manda unalring bormi? O'simlik beratdingizmi yoki o'zinimi? Ular pulni yana men xajlaydigan o'simsizdan bir kun ish qildim. Men biz qiziqadigan bir temada qizlar sahnimizga boshqacha bir yigit chiqibdi o'jimi? Tafakkurini ilgariroq mangan, o'quvchilik vaqtida savdoga kirishgan mandaq yigitning chiqmag'imi? Tas. Abduqodir, odatda qizlarning kasbini tanlamsiz, tanlamamsiz. Odatda tanlab ketmayman. Men o'zim go'zallik saloni ochmayman, shu. Bilan Moskvada ekanmiz, bizim terasalash mahsulotlar sotamiz. Diqqat qiling. Birlashtirsak bo'ladi. Shirkatimizda keyingi planı markaz joylarda go'zallik saloni ichish. Ha, to'g'ri deysiz. Onamizning bo'yimizni maskab qoldi ekan, hech kimisi. Ha, maskab qolgandek bo'lmasa. Bila tanlashib baqsaq mı? Tanlashib ketmay berib. Hazırmı? Ha, hazır set duramı? Yaxshi set turmaydi. Bunu tanlashdik. Ha, bo'yim maskab qolgan. To'xtam bir resim tatib olaylik. Unda qilma alimadim. Kim turanglar? Chezi. Ha, mana shu. Unda qilma. Rahmat. Nima ish qildingiz hozir rahmat deb qo'lingizni qana qildingiz? Rahmat dedim. Uni resimni burun chezi deb yolg'iz chiqarib. Yijib. Odatda mush xizmatdagi nimangiz, mush kayfiyatingiz mushta sho'xmi? Alat kayfiyatdami, xizmatdami shu holat turma. Boshqalarga mulozimat qilamiz emasmi? Shaxsiy turmushingizdagi ahvolingizni surishtirib qilsam bo'ladimi? Bo'ladi. Shaxsiy turmushingiz o'zingizning kayfiyati mush xizmatga o'xshashmi yoki uni boshqami? Shaxsiy turmushimda nihoyat shu holatda. Lekin
O'zingizning turmushidan yana qizlar bo'lgan muomalangiz qanday? Men odatda romantiklikni bakroq yoqtirman. Men işte muloyim romantikroq bolalarni yaxshi ko'raman. Anasi yana bir tanishib baqsaq bo'ldi ekan. Ben so'rab boqay, Abduqodir yaxshimisiz? Men Nadiya. Yaxshi, o'zingizmi yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Sizningki hozir shu sahnaga chiqishingizda to'y qilish butunlay ideyangizni tayyorligingiz bitib bo'ldimi? İdeal jihatdan asosan bitdi. To'ydan burun yana bilsa, bunday andish qilgan yeringiz bormi? Andish qilgan ish hamda to'y degan bir kunda yoki 2 kunlik ish emas. Mangulik ish bo'lgandan keyin cho'qim ikki taraf bir-birini tushunishi, bir umr qo'llash kerak-ku. Qizg'inlik bilan ham ozroq nimani deblam to'y qilib muhabbatlashgandan keyin adi zerikish bo'lib qolsa bu to'y olmay balki bir-biridan to'y bo'lib qoladi. Demak, ideal jihatdan tayyorlagan bitti. Jismoniy jihatdan tayyorlagan bor. Bor. Nima jihatdan tayyorlagan yo'q. Hamda qizlar tarafdan tayyorlab qilsak bo'ladi. O'zaro tushunish muhimda to'yda. Qolgan ishda masala yo'q. Qolgan ishlarda masala yo'q. Undaqda burun siz qancha qayta muhabbatlashib boqqan? Bir qatam. Bir qaytam. Qancha uzun yurib boqdingiz? 4 oycha. 4 oy. Ayrılık ketishingizdagi sabab sizdimi yoki qarish tarafdimi? Bu sababni surishtirsak hamda u yoq bilan aralashib qilishga sabab ham bir kechada aralashib qolgandim. Ashta tezli boshlab o'tganmi? Qo'liga boshqacha. Bir kechada? Ha, 4 soat maqsadlam asosan. Bunda shu birda qiziqyapman men ma gapingga, ha. Tafsiliy degina qanday ulab. O vaqtlarda hamda men undar sodis qilgan vaqtlarim tax shirkatga kirmagan 2 yilning oldida. O ish kechada yuz bergan rost. Ha, kechada yuz bergan. Hamda men kech vaqtida bo'lsa, men o har qaysi taraflardan fikrlashish, hissiyot taraflardan eng yuqori pallaga chiqish mumkin. Shunda. Ha, bala Jumturongni men maboldan baland paralashini. Men sodiga bo'lish sifatim bilan e'lon tashviqotga bir qadar ustaman. Odatda shirkatma e'lon tashviqotini qilaman. Shu qizdan paranglashdik. Andan o qizning Weixin nomeridan tug'ilgan kun hammasini bilgul bo'ldi ekan. Ko'pincha odamlar o'ziniki Weixin nomeriga ismini tug'ilgan kunni qilib oladi. Onu deyish orqali boshqalarni o'zimga jalb qildim birinchi qadamda. Ash qizvolni. Anı telefon nomeri degandek narsani bilgul bo'ldi ekan, Wanguyunda degandek bir narsa narsalarda suratlar bor ekan bu qizning. Uni nima ko'rdim? Shu yerdan suratdan akilib bilan bir narsa parcha loyil deb yo'llab berdim. O'chaqda o qiz nayda gandon olib, ash paranglashgan vaqtda o qizning ko'ngli yerim kan tutgan. Ko'nglik tasirli bergan bo'ldim, paranglashgan bo'ldim. Ash suratlarni chiroyli loyilab qo'yib, O'zini ko'rib bir xo'sh bo'ldi-da bu qizlar. Ha, xo'sh bo'ldi endi. Anda 5dan 20 o'tgan vaqtda. Voy, romantiklikda birga qilmay. Sizlar kechgacha undilarda paranglashdilarmi tong'atgacha? Undan burun ko'rishib maqma undaranga baliqlar jiq bilib ketmaydi. Sizlar u kuni yuzdan ko'rishdinglarmi yoki? Yo'q, undarda. Undarda bo'layotgan voqealarimiz 520 o'tdi. Ondan chiqilgan. Chiroyli rasmni loyilab yo'lladim. 520 o'tganda uxlab qoldim. O qizim uxlamabdi, taxcha. Ha. Tong atgan 520 ni gapim ma'o. Ha. Bir kech uxlamay paranglashdik endi kechdan tatib. Charchash his qilmadingizmi? Yo'q, charchash his qilmadim. Ha. Ondan Shunlar o qiz hadab qo'shlab qolibdi, ati izlamaydi-ku deblam o'ylab. Seni. Ha. Shunlar atisi menmo izladim bu qizni. Shunlar o qiz shu nechchana jarayon oilga chiqishganda bahan topolmay. Bunması Allah'tan ne çıktım diyen aile kitayda muştalam oyanda onu deplam kıpkağantı. Aile kitaysam sebep tapamadım dedi. Şunla Allah'tan hiç kadar sebep vermedim de o kızga her kayısı taraflardan. Şu bir neçe vak hem de soğuduğumu sel suslaştırıp soğudun azra kılıp köpürek vaktimi şu yakka sarf kıldım. Andım ay şirket girdim, andım tatil oldu. Yurt kayıt girişleri yanında hem de birinci ayının 10-neçilere aldığın kıçılaşı yetevirgen atış tarafta ama peyzvat tarafta. Şu çağda hem de poyuz bir kadar uzun toxtab kaldı hem 8-9 saatçe. Telefonun tok yok, bir neçe gün alaqılışan buldu. O yakka hem de sebep buldu desek mi buldu? Aşın bahana deysin. Hazırgacha onundan burun hiç qandaq bahan tapamagan sebep. Onundan burun küreşten labım saçımınca. Bir qitim ko'rishib baqdim. Birlik etdim. Tomoq yedinglarmi? Tomoq yedik. Sen birlik etdim küreşten. Onun yağmış telefonda muhabbetleştinler. Ha.
O yoqma o'zining maktabida o'qiydi, men o'zimning maktabida o'qigandan keyin vaqtcha chiqish sharoiti yo'q. Ikkimiz ikki tarafda uni. Zerikib to'qson. Da o'ylab baqsan. Bular buni yurish deganga qaraganda aralashibdi yoki bo'lmasa. Tushunib baqish deb o'ylasam bo'ldi. Sen hech qanday. Tushunib beqibdi. Yexan bo'lmasam bo'ldi-ki. O'qitib keldim o'g'andiki. Bo'ldi endi shunda. O'ni biz zalaqa. Chiqilib g'alba qilgan bo'ldi. Qani shu 8 qiz bormi? Bir ko'ngilni baqa. Yomon deb tursa. Savolimning oxiri botdi. Qani so'ra. Shuning bilan telefonda muhabbatlashibsiz. Loyihalar qiziqdi ekansiz, yaxshi ko'rgansiz. Ammo birinchidan ansirab qoldim-da bu balning. Agar yana maslahat bir qizlar bilan yaxshi ko'rishib, qo'l tutishib ketib qilib, ya'ni ilqidek undilarda bir-birlar uchrab qolsa, onam bilan muhabbatlashib qolamdikin deb o'ylab qoldim. Yo'q, unda ishlar yo'q. Bo'lmaz, undilarimda 10 necha mingdan ortiq odam bor. Masalan, bir qiz bilan tuyuqsiz tanishsangiz, boshdan nariga diqqat qilsangiz. Albatta, tunji ko'rishganda salomlashgandan keyin ko'zlar o'tirishida emas, albatta chiroyiga qaraydigan gap. Ko'ziga qarabsiz? Yo'q, ko'ziga hamda sal xijilcharoq, men ko'ziga qarab ketmayman. Bashi azasi tez qarab chiqargansizda, hamsa. Bosh qarab eng qarab olamanda. Siz terisi qanday qizlarni yaxshi ko'rasiz? Terisiga nisbatan hamda hozir teri asrash mahsulotlari hamda buğdayım yoki seriq bo'lsin falan. Buğdayım qizlarni yaxshi ko'ramsiz? Boshqa rangdagilar bo'lib ketsam, o chiroyning terisi hamda nechinchi bir masala. Siz xizmat sababidan doim ashtaq bir yerga safarga chiqib turamsiz. Odatda ko'proq bozor orqali faoliyatlarga chiqib turamiz. Sen safar chiqqan vaqtda mehmonxonada yotasizlar, shundaymi? Ha. Ayrim yotamsan, masalan, shu shirkatdagilar yotamsan. Ko'pincha vaqtda ayrim. Xo'rak totamsan sen? Xo'rak tatmayman. Qattiq tatmaysan? Qattiqlan. Qanday bilsan xo'rak tatmay qolgan? Men xo'rak tatmaydigansan. Onun uchun men maktab yetish jarayonida bir savobsim sen xo'rak tatsa deb qo'rqqani yo'q. Demak tatmaydi ekan. Bilmaysan-da. Ha, andikin doim chiqib turmaydi. Bu har bir chiqqan vaqtda 2 kun, 4-5 kun yo'qolib ketamsiz. Ha, 2 kun odatda shu joylarda faoliyat qilib, yenib bo'lganlikda. Ha, andikin to'y qilib bo'lgandan ayolingiz masalan, men birga chiqmay siz bilan deb qanday qilasiz? Albatta qo'shilmanda shirkatning talabimi nechiqdim shu talablarni qo'ygan. Qiz do'stingiz bo'lsa, akilayang siz bilan birga ishlash qaysi taraflardan qulay bo'ldi deb. Ha, ma'qul tushundim, rahmat. Yaxshimisiz? Yaxshi o'zingizmi, yaxshimi? Sizningki shu kasb to'g'riliq, o'zingizning mijoz xarakteri to'g'riliq tushundik. Shu oila to'g'riliq tushunib baqsak, siz necha bola oilangizda? 3 bola. Necha o'g'il, necha? 3 o'g'il, men cho'ng. Siz cho'ng shundaqmi? Apa-dadaşlar nima ish bilan shug'ullandi? So'rasam bo'lamdi. Bo'ladi. Ular dehqon. Ha, unda bo'lsa, masalan, shu siz o'zingiz unidar sodasi bilan shug'ullangansiz. Unidar sodasi bilan shug'ullanayotganlar hamda bu iste'molchi deganning armi bo'ldi, ayol bo'ldi shundaqmi? Hamda sizningki juftingiz, sizningki shu o'zingizningki qiz bola xo'ringiz deymiz, qiz bola xiydaringiz deymiz, qiz bola vakolatchingiz deymiz. Shunda ko'rishishlar bo'ldi, u yerga o'tirishlar bo'ldi yoki dars o'tishlar bo'ldi. Shunda endi sizning bo'lgandek sizningki yana bir juftingizning shu xil ahvollari bo'lib qolsa, siz buni qabul qila olamsiz? Qabul qilaman. Masalan, ba'zida mal to'g'riliq yoki vakolatchilar to'g'riliq kecha telefonga qoldigan u bo'shlar bo'lib qolsa, qabul qila olamsiz vakolatchilarni? Qabul qilaman. Chunki menga unda telefonlar kelib qilishi mumkin. O'g'illardan kaschi? O'g'illardan kelsin, chunki ularning o'g'il xaridorlari bo'lishi mumkin. Chunki u juftiga ishonish asosidan to'y bo'ladi, oila bo'ladi. Rahmat, tushundim. Abduqodir, siz masalan to'y qilib qolsangiz, farzandingizning qiz farzandlik bo'lishini yaxshi ko'ramisiz, o'g'il farzandlik bo'lishini yaxshi ko'ramisiz? Endi biz 3 o'g'il bo'lgandan keyin qiz bo'lsa bekroq yoqtirmanda. Mushundaq masalalarmi deymizmi turmushda chiqar ekan. Portugaliyada yaqinda bir ayolini o'g'il tug'olmading deb ajrashishga qistabdi. Ayol o'zining huquq manfaatini qo'g'dashga ehtiyoji tushib qoldi. Sizcha erning talabi yo'lliqmi? Ayol taraf mayli o'g'il farzand tug'sin, qiz farzand tug'sin, bu farzandlarning qiz o'g'il farzandningki qonundagi o'rni o'xshash bo'ladi. O'xshashlar huquqdan bahramand bo'ladi. Er tarafningki bundaq talabni o'tirib qo'yishi qonundagi belgilamalariga xilof. Shunga bu kishiningki bu o'g'il tug'madim deb ayoli bilan ajrashishni talab qilishining hech qanday qonun asosi yo'q. Qo'llashga erishilmaydi. Rahmat.
Demek kız farzandga amroqman dedingiz a? Bir qiz bir o'g'il bo'lsa taxmin yaxshi bo'ladi. Apangiz bilan bo'lgan munosabatingiz qanday? Munosabatim nihoyat yaxshi. Nihoyat yaxshi. Dadingiz Dehqon dedingiz hayotini. Dadingiz bilan bo'lgan munosabatingiz-chi? Uydagilar bilan bo'lgan munosabatim nihoyat yaxshi albatta. Apangiz bilan dadingiz sizga bak ishindi-ku deyman-a. Menga ishindi, mening ishlarimni qo'llab qildi albatta. Ham oliy maktabdan boshlab balkim o'zingizning rasxotni o'zingiz topgan o'xshaysiz. Ha. Ular mushtarapingizdan bak rozi-ku deyman. Ular nihoyat xushal tarafimdan. Chunki bizning uyda uchimiz tang o'qiymiz emasmi? Sana o'zimning rasxotini o'zim chiqqandan keyin, ular bu taraflardan bizni qiyinchilik qo'ymading deb mening shaxsiy ishlarimga jiq aralashmaydi, ham ishlarimni qo'llaydi. Ikki iningizdami sizdek mushtaq tirishchanlik, o'z oldiga egilik tiklashga jur'at qilish ruhi bormi? Bor. Qaysi bakrak gavdalanyapti hozir? Hozir mendan kichikida. Onun o'qigani chormal doktorlik, hozir shu to'g'risida ham egilik tiklayman deb shunga tayyorlik qilyapti. Men odatda bir qadar romantiklikni yaxshi ko'rmay, odatda o'zimmi tamoq etishga amroq. Shu qizlarning ichidan shu tamoq etishga amroq bo'lgan odatda ham deyman shu sizlar xizmat oldirishib qolsanglar, men bekor vaqtim bo'lsa tamoq etib qo'yadigan yoki bo'lmasa uyning ichi qalaymiqan bo'lsa bir qadar zirkiman. Bakka vaqtim chiqsam uyning ichini ratlab, pakiz tozalab qo'yman. Hadi mushtarabga nisbatan qizlarning ichidan mushtarablarni yoqtirdiganlar bormi yoki birga tamoq etishni yoki birga ish qilishni-chi oilaning ichida. Yoki bo'lmasa bu Allah bo'lgan kun o'zining sukutini saqlab o'ltasinmamda, hamma ish qarlashib degan qizlar bo'lsin, bormi demoqchida buni. Mushlarga ham qanday qaraysizlar? Shaxsan men yoqtirmayman. Chunki men bir xizmat o'rinda ishlaydigan odam, do'kon, shaxsiy bir tijoratchidanman. Yo'lishimning men yo'q vaqtlarda mening yo'qligimni chandurmay, uyning ishi bo'lamdi yoki tomoq ishi bo'lamdi. Shaxsan men kuyingan asosda endi ashta qilib turishni xohlayman. Lekin sizningki o'zingizning ota-onangizga bo'lgan mas'uliyatingiz qanchalik? Shuni menga bir tushuntirib berasiz? Uydagilarga bo'lgan mas'uliyatim kunda bo'lmasa-mu odatda kunda aloqalashsam 2 kunda bir suratlik aloqasi telefon qilib aloqalashib ashlaniki oiladagi qiyinchiliklarni turmushini surishti qilib nima ish qilganligini, ya'ni uyda qanday ishlarni qilmoqchi bo'lganligini so'rab turman. Ular bir ish qilmoqchi bo'lsa oldin menga maslahat silib andan qildi. Sizning xizmatingiz Urumchida-ku, ha? Ha, Urumchida. Ha. O'zingizning juddi nima dedingiz? Yakanda. Yakanda dedingiz. To'y qanday niyat tursiz? Albatta Urumchida turib qolgan bor. Yani mush tarafda turish nishonim bor. Yaxshimi qilamiz? Yaxshi o'zingizmi yaxshimi? Siz men yurish jarayonida qizdo'stingiz bilan urushib qolib boqammi? Urushib boqmagan. Uningga fursat bermabdi-ki. Ha, fursat bermaganman. Yaqinda urushib qilib, masalan, qarshi tarafdan haqoratlar tillab boqqan yeringiz bormi demoqchidim. Unda vallahi yo'q. Urushib boqmag'achqa shu bir urushib bilan ahlib ketgan. Siz 4 oylik yurib faqat yurib boqmadingizmi rostda? Yo'q, yurib boqmadim. Qancha chiqdim dedingiz abi? 25. Mayra, abaytan savolga siz javob berib beqing qani. Abduqodir, oila ishlariga ko'proq aralashgan erlarni qizlar qarshi olamdi, yaxshi ko'ramsizlar dedi. O'zim yaxshi ko'rmayman. Ilk vaqt sandim dedim-ku, o'zim yolg'iz bo'lgan ekan deb. Men o'ylayman, bir odam meningcha o'zizga, o'zim yolg'iz turgandan keyin vaqtlarda chiqroq odamlar meni o'zini yaxshi ko'rmaydi. Shu an meningki bu yo'lishim tarafdan men o'zini yaxshi ko'raman. Rostga qilsam men bir vaqt bir bal uchirgancha sharoitdan yaxshika uylarim shundoq cho'ngamda 400 ming franc deganda shu sharoit shundan yaxshi lekin izlamaydi ekan. Qar yo'q. Katta yo'q xilqchi bir xil. Mayliqchi yo'lishim bo'lgan odamning hamma jihatim men ko'z pulskar qilman uni bir xil beqinib yashasam men beqinib yashashni yaxshi ko'rmaydi. Azaldan ular beqingan ganjoni bak his qilib baxmagan ekan. Hech bo'lmagan erimdan bo'lsa-mu shu ganjoni his qilsam, birga tamoq qilsak, bozorga birga chiqsak, bak hashamatli turmush kechiramisanmi? Hamma ishimni erim bilan qilsam-ka deyman. Men u ko'zi kirolmayman, ayliqi uning o'zining shifa lekin hech bo'lmaganda atdigandan tortib kechgacha meni kunda bir hech bo'lmagan ayliqi bir yarim soat bir bo'lsin esida men bo'lsam-ka deb o'ylayman. Haqqi bilsam, men izlab ketmayman, lekin meni ashta izlab, kiydingizmi, ishdingizmi, ana keyin ashta cho'ay bilib tursa deysiz. Ha, men o'zim cho'aymi, yaxshi qilib yaxshi ko'raman. Muhabbat tashna tarafingizni to'g'ri ifodalayapsiz, bu xatolik emas. Men yaxshi ko'rmayman. Bilar qiz yaxshi bir xil ko'ngillik. To'g'ri. Xo'sh. Qiz Mayrami? Mayra. Bu qizning ifodalash nimasi? Psixik nimasi shundoq yaxshi ekan. To'g'ri. Bu qiz hargiz psixik kasallikqa, ro'y kasallikqa qolmaydi. Qizlar, endi Abduqodirdan
Soranglar deysem, Abduqadir özünün işçilikini xeyli to'liq ifodalab baxtı. Muhabbet turmushi, oila turmushi, navbatdagi kasbiy alohidlik haqida az-to'liq tushunchaga ega bo'ldinglar. Yana so'raydiganlar bo'lsa, Abduqadir, sizningki mush to'y qilgan qizlar qarta kelgusida ayolingiz qo'ydigan shartingizni bir anglab boqaychu. Qizlarga nisbatan hamda sho'xroq bo'lsa, yana biridan hamda men bir qadar oldirash bo'laman emasmi? Hamda mening kasbimni tushunsa, qo'llasa bo'ldi. Senin o'zingning bir ojizligini bilgin bormi? Bilgin bor? Sen qiz bola rahatlik bermaysan. Sen yaxshi, tushundingmi? Butunlay yaxshi. Psixologiyada sat o'dak effekti deydigan bir xil qonuniyat bor. Sat o'dak effekti degan hamda bir Shaoyin qonuniyat degan gap. Odamlar odatda mukammallikni qo'g'lashgan, mukammal bo'lishga tirishgan odamlarda rahatlik paydo qilolmaydi. Kishilar buni yaxshi ko'rmaydi. Senda beklam mukammallikni qo'g'lishish bor senda. Tushundingmi? Bunda bo'lgandan keyin sen qarshi tarafga bekchiq talab qo'ymagan taqdirda o'zingga bekchiq talab qo'yib olsan. O'zingga, tushundingmi? O'zingga bekchiq talab qo'yib olganliging uchun qizlarda bir xilliqi rahatlik bir qadar kam bo'ldi. Kamroq. Tushundingmi ya? Tushundim. Bu sening ojizliging. Men faqat sana teshin qilib qo'ydim. Buni anglab qo'ysa, bu keyin sening hozir buni aslo anglamaysan, ammo keyinchi bu 5 kelganda aldirmay bilib o'zgargan vaqtda nayt biraligi mushundaq chin holatdagi bir narsa bo'shaydi. Bu bo'shganda odam shundoq bir xil rahat yashashga tirishgan gap. Ammo sening hozirgi bosqichingni jiq odamlar 5 dan kechirdi buni. Sen hozirgi yashang, hozir maktabdan bitirganga intilishtirgan emas, to'g'ri tushunamiz. Ammo hozirgi yashashingda yangi bir xil rohatsizlik mavjud bo'ldi. Sen garchi rohatdek ifodalashtirishsa, o'zingda sho'xdek, ifodalashtirishyapsa yo'q, ammo chu deganda senda bir narsa bor, bir tugun bor degan gap. Rahmat Ali. Demisimi odamning o'zini bak tushuntirishga uringan vaqti amaliyotda o'zini tushunishga tirishayotgan vaqt o'xshaydi. Abduqadir sahnaga chiqqandan boshlab hozirgacha izchil o'zini tushuntirishga bak urindi. O'zining eng yaxshi tarafini namoyon qilishga tirishdi. Biz Abduqadirning bu tarafini hurmat qilamiz. Xo'sh, Abduqadir, ko'nglingizdagini ifodalashni xohlasangiz, siz mush sahnaga chiqib qaysi qizga nisbatan azroq qiziqish hissiyotida bo'ldingiz va yoki qaysi qizni ma'lum bir savolni bak so'rag'ingiz bor, esa programma oxirlashay deb qoldimi nima degan tuyg'uda bo'lyapsiz. Deb berishni xohlasangiz yoki yo'q bo'lsa-mu, yo'q deb bersangiz bo'laverdi. Qizlardan Lakin diyemmatı ba diyemmatsan. Yo'q bo'lsa siz yo'q deydan. Odamga yaqinlashdik deydi. Bama? Ba. Kim o? Endi buni maxfiy tutsak hamda kimligini. Menimcha men bilsam azroq huquqim bor bu jihatda. Bu sahnada men bilishim kerak. Lekin demang desangiz, men bir sir sandig'i edim. Deb bering desangiz, men nayt xushallik bilan deb beraman. Sir saqlang desang, mayra bir bo'shangoy. Ras. Deb bering desang, mayra bir labaga aylandi. Pulqa deb berapti. Ikkimizning pul qilishga laba bor. Bu mu to'g'ri? Mana yo'q, qilishlar bo'ldi. Men chiqdi deb qilaman. Savol so'rag'ingiz bormi yoki siz qiziqamidingiz? Qiziqandim. Qiziqandingiz. Hozirchi Qizlardan so'rab baqsam demakda savoldan. Ash qizdan so'rag'ingiz bormi yoki hammasdan bir savol so'ramsiz? So'rang. Hozir u qizdan so'rasa bilib qoladi. Chunki bu inimning menga maxfiyatlik saqlasangiz deganlik uchun men hurmat qilay. U qizdan emas, shu qizdan so'rag'ingiz bormi ma'qul? O'pchamizdan so'rang. Mənim kəsbim bir qədər aldırış adətdə. Muşnağa nisbətən həm də köprək sırtlar olub qalıman. Bəzdə həm də sizlərinki telefonlarını alanmaslıqım, bəzdə vaxtında uçurup, qaytırıp bulanmaslıqım mümkün. Muşnağa nisbətən həm də qandaq qaraysızlar. To'g'ri, endi xizmatdan aldirash dedingiz bu ham. Lekin aldirash bo'lsa cho'qim ko'rsiz-da. Siz men o'ylayman, masalan, aldirash bo'lishdan oldin siz bilasiz aldirash bo'ldigingizni. Menga bir deb qo'yishga deb o'ylayman. Masalan, "Voy jinim, men bundan yapamoqchidim.
Şoňa men sizge wagtda ýermençik wagtda jogap gaýtyramayman. Şoň togry düşünsiňiz dep ta goýsa, ana diýen Cinim dep turup aýtgansizçimi? Başka tadlan bilýärdim. Ýa-da hem mehr çoňqur boldum. Agar ankin maslanga aş wagtdan ötüp ketken wagtda telefon gaýdylyk. Men telefon kamaýmanju, hesapdasyň diýeniňiz üçin. Lekin şu wagtdan ötüp ketip bir yarım saatdan keyin ýani siz diýeniňiz boýunça izlemasaňyz ýa çekitpäşme okamasaňyz men köňlimge galdy lekin. Muş kız olganymyzda bir sorap bakylymy şu muhabbetlere ýa-ki ýoldaşy mesela ne bolsa. Nim dep çakyryşny ýaxşy gördi mesela Maýra, jenim dep çakyryşny. Jenim dep Yaxşı gördük. Men Yani. ýa-ni zirikim, hayatım. Uy. Degендek. Çyraýly ketler bar. Söz luğuty yançygyda lyhly bakyslar eken go bu. Sorap bakyly. Hani bir başdan keleyli. Rahime sizni qandaq çaqas yaxşı görsiz? Men bizning xotancha, bizning adam deb chaqirish yaxshi ko'raman. Ha, mana. Bizning adam sizjo? Jenim desi bular shu. Jenim desen ýaxşy. Ýaq, bular şu emas. Meýley Bizden soram. Meyley bi. Melay. Ha. İşkiz numaralı kızın sorap bakyly. Ay Alima alamnikimiz jinim diýen gepni pek ortak işletken, şoň aş ortak işletmegen bir ýaxşy bir geplerni sizge diýmem men. İjat qyp bekňä Maýra. Men hem de ras gelsem xotunny bek ýaxşy görmän, şunda ança geldi. Toğra mı? Xotan. Xotan. Bunu ma döwlet dili dizde kim çyragy çykdy. Lopo desen. Lopo. Adı şu lopo dep koýmaz go. Ha. Sılxmar sizni nimdep çaqasyn? Yaxşı görseňiz dep ýa dep bakymyz heminde. Men başdan aýag dep gelipmen, men romantiklykny bek ýaxşy görmän dep. Adatda men dostlarymny kozam dep çakyryşny ýaxşy görmän. Ha. Demek siz kozam dep çakyryşny ýaxşy görsiz. Şundamy? Ali malum bilyapdy. Men endi amiri sorunda dadysy diýişni ýaxşy görmän. Anandykin işkimiz aýrym gawakda kozam dep diýişini, oýaknamışyna diýişini ýaxşy. Eşkala bir-birlaryny kozam diýsaňlarma. Ya boms meýyan hoýtaýlaň dep bakamslar ya. Ya kozam mı bolurmy? Vahşi jenimden. Kim o ma vahşi, dehşet. Vahşi, dehşet. Ay Kevser. Menim Malikam dep chaqasy. Uy. Mana Bolurdy eken, ya bolur. Şu men behset ýylay bolup bek äkiläýmän şu muhabbetlerimge. Aňky behsi menim Malikire kötäske. Muhabbetlerimge diýendim da. Arlyk bardy onda aýrym demekçi hem-de bir wagtda dostum. çekip. Dağlarını alıp bakımız. Ha, lalarim. Ha, naqçımı? Uy, atip oldun mu? Lalarım. Lalarim altın dese yaxşı görmän. Altın. Hemen O, kolu. acayip gibi o ikinci mi? Çaşlarınız mı altındaki sapsırık? Altınım deyip sen. Emes mi ya o kız ola? Toy qyp bolgandykin apsy dese. Apsi. Altın. Ya yaman emas. Ma 5 numaralı. O, men bek çyraýly geplerni öýtüp goýýatsızlar. Bizge deysiz. Bizge. Ali işiltonjumasiz. Oy men boldum şadım şüplenmeden ben de dep. Hammadan emas, aýalyňyzdan. Ayalım neme? Ey, jürek dep gitem ha. Ha? Merhaba. Atışça bir şey. Hey. Ha, merhaba, siz ne qandaq çaqas yaxşı görsiz? Ha, mıngla deysizler. Ma kız düşürüp koydunuz ma kızın 5 numaralı kızını. Hayatım dep chaqasa yaxshi ko'raman. Hayatım. Men shu muhabbet işleriyan jinim dep chaqasa yaxshi ko'raman. To'y qilib qo'ygandan keyin xotin deb chaqasa yaxshi ko'raman. Men shu jinim deb chaqas yaxshi ko'raman. Bir xil chiroyli qonunda hamdi. Bek ko'rjan emas. Üzdük. Güçlü ilqi. Yaqinlik, sığınışlıq. Şuna yaqin tuyg'u berdi bir xil. Men bu jinim deb chaqirishni yaxshi ko'raman shu. Mana Ali malum yürekdeydik ya. Ma qağallar her xil jinim, lalarim, kozam, hayatım, altın. Ne diyen çıraylı kısımlar bu? Malika diqa dehşet sağlamına. Buldu bekşi. Bek çıraylı atalgılar çıktı ya demişsin mi? Hayatның özünün ismi nima desanlar, eng axirgi bir javob yaxshi ko'rish. Bir-birimizni yaxshi ko'rganligimiz uchun mush sahnada tang turib, bir-birimizga nayt chiroyli qarab, bakrak yaxshi ko'rganimizni quloqqa pichirlab ifodalavyapmiz. Xo'sh, endi Abduqodir qizlarga fursat berayli. 5 4 3 2 1
sizden sual sorsam bulamda. Bo'ldi, so'rang. Abay, siz sual sormoqchi bo'lgan qizal kimdi hozir deb bilsangiz bulamda. Uni Abay, ayradamga qo'liqida gap qildingiz-ku. Men ko'zini qisib bo'ldi hozir. Demang dedi. Yo'q, uni bildim. Agar siz mushu so'rinda mendan boshqa 7 qiz olbachi, agar boshqa bir qiz olin deb men bilan yana chukasiz, men hargiz ranjimayman. Ham bundan keyingi hayotingiz hargiz yuzingizni solmayman. Rahmat. Kimga Mardona? Qozam. Endi Abduqodir chiroqni o'chirib yetishni yoki saqlab qilib mushak ap chiqishni tanlasi bo'ldi. To'yliq kostyum bir sovuq qiladi. Yaxshidingiz. Yana bir salomlashib Sualni so'rab, nayt yaxshi qizg'in holati bo'lganingizni ko'pdan-ko'p rahmatimni bildiraman. Bo'lsa sizga ham mendan yaxshi bo'lgan yana birisidan keyin bu sahnada uchrashishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Rahmat sizga. Elchi programmasi qatnashlik sababim shu o'zimning ko'ngildagi loyiqini tepish maqsadida chiqqan. Lekin o'ylamagan yerdan hamda qizlar bilan o'ylaganimiz birdek chiqmaganlik sababdan vaqtim qaytib qolgan bo'lsa-ham, keyin qitim cho'qim ko'nglimdagi qizni bu sahnadan apchib ketaman. Elchi programmasiga yana chiqaman. Yurish-turish kiyinishiga qarasa, naytdi o'zini to'xtatgandek. Lekin yana bir harakatlarda ancha-muncha tantaklikmi bor. Mana bu yoshlik. Bu sahnaga chiqishga jur'at qildi. Kelgusi kuchiyurisini izladi. Demak, yoshlik istaklar urg'ib turayotgan Abduqodirga o'zining ko'zi tushgan qiz boshchi bo'lib baxt tiladi, bizim baxt tiladik. Xo'sh, qizlar, naqsha anglamdik. Go'zal bir naqsha hammamizga sovg'atlik bo'lsin. Sen namredim, gayi gözümde yaşlay sen namredim. Şu tatlı huyum bilen erkiler, yana xiyalga başlay sen namredim. Gayi beni güldürür sen namredim, gayi gözümde yaşlay sen namredim. Şu tatlı huyum bilen erkiler, yana xiyalga başlay sen namredim. Amrığım bana sen gerek, amrığım bana sen gerek. Olay sultan veya ki burgaday, amrığım yana sen gerek. Amrığım bana sen gerek, amrığım bana sen gerek. Olsam sen bilen men güge büyüdü, depla sokuydu bu yürek. Yürügümni köydürür sen namredim, sahip cemal peri sen namredim. Tiyabı kıpır karaştırında, bir uç gelip öldürür sen namredim. Yürügümni köydürür sen namredim, sahip cemal peri sen namredim. Tiyabı kıpır karaştırında, bir uç gelip öldürür sen namredim. Amrığım bana sen gerek, amrığım bana sen gerek. Olay sultan veya ki burgaday, amrığım yana sen gerek. Amrığım bana sen gerek, amrığım bana sen gerek. Olsam sen bilen men güge büyüdü, depla sokuydu bu yürek.
Meni güldürürsen amredim Gayı gözümni yaşlaysan amredim Şu tatlı huyun bilen erkilep Yana xiyalga başlaysan amredim Amredim bana sen gerek Amredim bana sen gerek Bolay sultanda yoki burgaday Amredim yana sen gerek Amredim bana sen gerek Amredim bana sen gerek Olsam sen bilen men güge bir gün Deplas okudu bu yürek Olsam sen bilen men güge bir gün Deplas okudu bu yürek Söymenler yaşımsızlar. Otur tutupanın kelgen parattan sizlerge otur salam. Men soğudu işlerim pişkan. Nakşı anlaştım naitim yaxşı görülen jigit. Turmuşta addi satda muhabbette vapadar oluşunu yaxşı görme. 58'si kirişki maqsadım mı? Muşkul karakterim düşürdüğün bir kız olan tunuş. Acayip bir turamdikina sahneye çıksa. Bilekçil turdu gerek. Ha. Nimdişim bilamatmı Rasul? Tuncu katam çıkışım bu anıka. Maynalı çıkan ekan endi gapni başlap ketimiz. Oynagan ki kaldım anasın. Ha. Bu turpanda üzümlerni mekamidingiz. Üzüm çıkmadı ha çiçek Ya kurtulgan yemiş, kişmiş. Ya ölüne lekip amayam. Ha meyli. Onda bu iş nesi kaptı da? İşi kokup durmayız ben. Sizni kayfiyatni içivasın deb chaqchaqatyapsiz enim. Alp sahnasiga kelishdagi maqsad, muddaringizni bizga bir bayon qilib taqamsiz? Maqsadim bo'lsa, o'zim bunda sanlar chiqib qolmagan ekan. O'zimni sinab baqish, sinab baqish birinchidan. Angiza bu güzel qizlarga prensip ham kelish olsak, bu qolsa muvaffaqiyatli bo'lib qolsa bir qiz bilan sahnadan tushib kelsam deysiz. Agar muvaffaqiyatli bo'lmay qolsam mayli demoqchi. Lekin samimiyat bilan chiqqaningiz aniq. Rost chin muomala qilishingiz aniq. Shundaqmi? Xo'sh, qizlar. Yaxshimisiz Farhod? Siz ama o yurishtirishingiz bek yoqtirdim. Siz bir xilliqi qo'lingizni soatlik hamkaylik yo'ya mashlarda o'tirgan loban bolalarga o'xshab ketgan turqingiz-chi. Anadiki siz 29 yoshga kirdim dedingiz. Bu odat nima ish bilan shug'ullanasiz? Odatda shu pul topqullar xizmat qilmayman. Udul kelganni. Masalan, qanday ish bo'lsa? Muqim bir ish yo'qmi? Elim berim deymizmi? Mundaqqa. Yaqinda qilgan shundili birindigina. Üzüm setish to'g'ri kelganida üzüm sotadi ekan. Uy mulk savdosiga aralashib kelganda uningdan mubejroq turmaydi ekan. Pul topqili bo'ladigan ishlarni qilib baqadi ekan. Muqim bir ish qilishni o'ylashmadingizmi? O'ylashdim. O'ylashgan bilan uydan ajrab muqim bir ish qilsam, uyda yolg'iz qolgan ekan. Kim bor uyda? Uyda otam opa hammasi bor. Yolg'iz o'g'il boshqalarga qarshi bergan boshqa amga kuchim yo'q o'ydi-chi. Siz yolg'iz bir o'g'ilmi, oldikayningiz boshqa farzand yo'qmi? Bitta singlim bor. Ikki bola demak. Ikki bola. Demakchi o'g'lim, o'z oldingizga egilik tikilmisingizmi? Muqim bir yerda ishlab, uni buni qilganda muqim bir yerda ishlab shu yerdan maosh, shu yerdan ta'minot qilib, anandikin kichkina o'zingizni qamdab olgankin bir ish qilishni o'ylashdimmi deb so'ramoqchidim. Yo'q, bir yerda muqim ishligim bermaydi. O'z oldingizga o'zingiz pul topsangiz, pul topqulda xizmat qilibchi, ilm setim bo'lamdi. Hamda mol jarlarni satsamchi, shularning foizi yomon ko'p. Nima üzüm chiqqanda üzüm satsangiz, bir yer muqim istsangiz, muqim mash qarab qolsangiz, onanda ko'p pul topquldi. Bo'ldi, o'zimizdan hamda uning huzur bo'ladi. Pul topgan vaqtda, qolgan vaqtda muqimishmi, uning muzuvchilik alaydigi bor. Degandekda Xohishi bo'yicha yashayapti-da. Qancha 29 yosh, 29 ga. Masalan, o'zingning bundaq o'zingga tava puling bormi, xohlagan ishlasang bo'ladigan. Demak, ashun desmay qilib aylantiryapsan-da. To'g'ri. Ha, bo'ldi. Siz turmushda iqtisodchilmi yoki sal bundaq martrakmi? Iqtisodchil doyalar bor. Hamda biza jiqara xashlab doyalar bor. O'xshamaydi sizdan o'rni. Shuni zamon biqib, har ahvol qarayman. Ahvol qarta ha. Kanchi quang deb qo'ysam unda.
turmush quchamiz, turmush qanday qaraysiz? Hozir siz bir şey chiqdingiz. Qizlar hammamiz tayyor turibdik. Endi siz xohlagan birini agar qizlar bilan mijozingiz kelishib qolsak, tutishib chiqib ketadigan gapchi endi. Endi masalan bir şeyga bütün tayyorlik bilan keldingizmi yoki jiddiylashgan ahvolingiz qarata, "Aboy siz o'zingiz tanishganmda" dedingiz-ku. Sinab boqay deb keldim deb. Nemin sinab baxmoqchi bo'lgan bo'lsangiz, shuni bizga deb beramsiz. Agar ideyangiz tayyorlik bilan kelgan bo'lsangiz, amsi bundan keyin turmushda qanaqa qilmoqchi, qizlar bilan nima qilmoqchi, qanchalik muhabbatlashmoqchi? Fikr almashtirib, kilish qilsaqchi, tayyorligim chirstal deymanmi, ketgan odamman. Lekin men qarasam faqat tayyorligingiz bitmagandek ham tursiz. Yo, men chiqib jiddiylik ketib yomon jiddiylik ketib gap uncha qiladi. Manda sizga qarab bizmi jiddiylik ketib? Nadiyaning o'ylig'ini xato emas. Sizning ifodalayotganingiz xato emas. Siz nurg'ulon kasblarni qilib baxtingiz naqsh aytib baqqanmi? Naqshini aytamayman. Siz davomli anglashqanmi shu harakat qilib bir xil xalq naqshlarini aytadiganday qilib turib kelgansizlar. Uloz kelib ketgan. Andiki bir xil naqsh aytgan naqshlarni bir xil qo'llar ish harakatlar bor, shunga o'xshab ketgan, shundan siz naqsh aytib baqqanmi degan. Yo'q, naqsh aytamayman. Lekin naqshni ko'rsam jim turamayman yerim-chi. Usul o'ynaysiz. Lekin usul o'ynaymansiz. Ha. Chavak-chavangsiz. Chapasam bo'ldi. Yo'q, hamda qana ishkintan muzika shundanroq naqshini aytamayman. Mo'nliq aytgan naqshini-chi, shunda o'tirib qolaman. Farhad, qanday qizlarni yaxshi ko'rasiz? Hamda mijoz yo'q, rostchil. Ama shoqaroq usumchi, yomon jumhur qizlarni men sizga shoqaroq umus bo'lmaydi. Ishqon o'tirib baqqadek sizlar tomoq yeganda. O'xshabdimi? Yerim soat o'tib ketgan. Yeb bo'ldingizmi? Ha, qopamdiq. Jimjit ayrilsanglar ashqandan tas bo'lmaydi, ha? Yana bir savol so'ray. Siz Abala zeriktirmaydi. Shundami? Men bala qizg'on zeriktirmaydi bu. Unda hammamiz jim o'tirib olaylik, ali. Sizmi gap qilmang, Fotiladan bu qizlar jim turib olaylik qani, ha. 3, 2, 1 kim gap qilsa naqsh yetkazimiz juma men deb qo'yay. Ha. Hech kim ruxsat yo'q. Men gapirmayman. Hayotda gaparsam-la ustoz. Bo'laver, nima desam bo'laver. Naqsh ayting ali. Ha? Naqsh ayting. Men gap qilsam. Ya o'zlik qilsin degan tuq biz. Gap javob berdim. Ha bo'ldi, sinoq bo'ldi. Aytamsiz aytmamsiz. Men nima qilmayman. Men naqsh bildirgan naqshamni aytib bo'ldim, kipinek bilan yatsam qopsam tushirdim men shuni o'g'lanlar. Yana naqsh. Ha, ma'qul. Endi gap qilmaymiz, ha? Sizga bilmadik seknani. O'zlar naqsh aytamani ustoz, bil ustoz inson qanaqa bo'ladi? Mayrada ras nima deyishini bilmayman, kitobcha. Qopoqlarim lip tatib. Ondan so'rab so'rab bakalım qizlar. Ha, so'rang. Sizlar qandaq mijozga qanaqaroq yigitlarni yoqtirsizlar? Men odatda shu o'zim to'y qilgan yigitninki eg'ir besiq, anankin pishib yetilgan, tirishchan, kuyimchan, anankin mehr-muhabbatlik bo'lishini yaxshi ko'raman. Men shu o'zim tutib olgan eg'ir besiq, kuyimchan, ayollarnikilar bilan men bilan o'tirimizdagi munosabatni yaxshi saqlab qola oladigan. Hammadan oldida menimda cho'ng ko'rsasam, men uni hammadan oldida cho'ng ko'rsasam, urushib qolsak o'yinning ichida urishsak. Haqni olib meni pulimizda haqoratlamasa, anadagi meni qancha hurmat qilsam, men uni shuncha hurmat qilsam, haqqancha bek ochiq kelib kelsa-mu, meni hech qanday odamning oldida meni hurmatimni qilsa pulimizda deydigan odam yaxshi ko'raman. Mursiga asib beshimga olsam deysiz ku singlim-a? Qanday holingiz? Yaxshi. Siz Turpan nereden? Nereden? Qo'yin sendek turib. Ha? Aydo'xo'dan shu qarsam shuna chiroy ko'rinsiz endi daymikin deb bo'ladi bir gapim bor. Bu singlimiz nereden sizce? Chiroyi qarab bilgil bo'ldigan ish bo'lsa depiqman. Tunujli ko'rindi qarsam. Shu masjidni ko'rgan bir yerda, lekin nari ko'rganim qo'ymayman. Yanchig'im bir so'rinni tushib qolgan. Balki endi. Ha, to'g'ri. Shungiz ko'rmaysiz-a? To'g'ri. Shungiz ko'rmagansiz rost. Shu ish qilib shu Turpanni ko'rgan ish qilibsiz-da. Men shu chiroyingiz qarsam shu Aydo'xo'liqda qilib tursiz endi.
Sana Sizlerlik sağlığım Turpan nereden? Şincan domudan. Şincan bilen Aydınxonun arılık qanchalik? Yarım saatla bahimdi. Onda biraz hayat uğurları görüşüp kalgansızlar. Ya biraz toy tökünler görüşüp kalgansızlar belki. Maşında mahsus olmayı tırmanmış Şincan domudan. Ne bakmayın motor olmağına olay ki karan. Piyad bang bang şey isterim. Piyadını mı bakayım bir sizin tam olmayla mı? Pek tüze. Gap qiladimsen, tas bo'lmavasi, bo'sh gap qilyapsiz, sen mendan qarabassanmiz. Men sizni hali zo'r umidlarni bog'lab o'tiryapman bu yerda. Bu amniyat nima shoq bola bu? Men amniyatchi, Turpandikilarning narini yaxshi ko'raman deb beraymi Ali. Turpan sayohatga berib qolamiz, bo'pmi shu yoz to'liq kirib bo'lmagan Urumchining nam faslida Turpanni seg'inib qolamiz. Mush bag'anda Turpanda yerlik bir xo'shni qo'limlar bo'ldi biz masalan o'zimiz xalqan bir uylarga kirib o'rinlashgan bo'lsak, masalan aramgohlarga qo'shni qo'limlar bo'ldi. Keldingizlarmi? deb ahvol so'rab ketadi. Mehmondo'st. Ha, mehmondo'st. Chiqsak, kirsak, ahvolimizni so'raydi, salomatligimizni so'raydi, havoning yoqqan, yoqmaganligini so'raydi. Men bundan qarab Turpandagi hammalar shundoq uchiqganda deb bak yaxshi ko'ratdim. Lekin siz hozir Turpandagilarga o'xshaydigan holatingizni yoshirib yeb bilib borsiz. Odatda sizning ochig'ingiz kelamdi. Bek açığınız kep ketganda qanday bir taraf qilsiz? Qarsam siz kuliblam turdigan chiroy. Ochig'im yo'q qila. Ochig'im qargan tatlig'im jiqaraq keldi. Açığınız kelmamda. Ozroq shalom. Masalan, sizning qiz do'stingiz bo'lsa, sizni masalan jeliq ochig'ingiz keltirib qo'ysa, qat'iy ochig'lamamsiz? Bir ochig'lab beqman. Shundan mushkul rosa chiqdim. Ma yangicha bir tafakkur usulimi? Ochiq odat Ochig'imdan bekrak tatlig'im keladi. Ochiqlanma kelmaydi odatcha. Ha. Nima deb siz o yuzingizni kayfiyatni buzib olsiz. Yana to'l ochiqlayapsizmi? Yüzünüz kesiltib qolgan ishlar shundan chiqibchi. Lekin bak tinchi qavoda gap qilmay turib ya achchig'ini ya tatlig'ini bildirmasimi? O'xshashda qarshi taraf kasal bo'ladi. Masalan, birazlarni urushib qolsingizmi, haqsizni urib tillab kelsin, jim turamsiz. O'chog'im achchig'inasiz. Biskip kaçtanız çağın birine koysun. Qarab turmaysiz, achchig'inasiz. Ozroq kildi degandim, lekin men urushib qoldim. Hey, udul qachat bilan birisi udulingizga kapli birini siz ozroqlar chiqingiz kelamda. Yak paş o'tiratib deb o'tiraveramiz. To'g'ri shundan. Nima sabab bilan? Bunda tutib, nima sababdan urdingiz demsiz? Yo'q, sababsiz ur qo'ysa, o'chat boshqacha bo'ldi o'shdan hali. Shuni so'rayotdi qizlar. Paratga bir botolka shu oqroqdan bo'ladi bu. Bir rasman Şunu qiyoqan, lekin bepurtib kirgim kelmadi. 2 yil bo'lgan sezdi. Kelgan bo'lsangiz, birinchi men sahnadan chiqqan amalni ma'qulamiz. Mushaqdan chiqdingiz ukam, mushaqdan tushib ketding deymiz. Bizning elchichi nayt ilmiy qarab ukam. To'g'ri. O'zlarining mush gaplarni eshitmaydi, bu yo'llar turdanman ekan. Shunga pokiz. Mana. Lekin ozroq gap so'z bo'lish kerak-da bu yerda. Burun muhabbatlashib baqqanmi? Muhabbatlashib baqqan. Qanchalik yaxshi ko'rgandingiz? Xeyli yaxshi ko'rgandim. Qachon ayrilib ketdingiz? 10 yil burun. 10 yil burun? Hozirgacha qizlarni yaxshi ko'ramiz, ko'rmamsiz? Chiqib qolmamdi yodingizdan. Yo'q, lekin aslaysiz shunday. Aslaydan ishga shu. Ondan keyin muhabbatlashib baqqandingizmi? Yo'q. Agar ishimiz masalan to'y qildiganga do'stqandan gap bo'ldingiz deylik, masalan 10-muncha yillik to'ylarninki ushakliq datalashtirib bilan sal deyishib qoldi qanday. Sizning ma mijozingizda bir qitim yomonlab ketsangiz qayt qizlarni jodong izlaydigan yeringiz yo'qdekli qildim mencha. Ya izdamsiz ya. İzlaymizda va. Izdamsiz. Shunda og'irlib ketganli yodingda bormi deganda buning to'g'ri javobi ismda bor, hissiyotimda yo'q deb javob beramiz. Chunki isida u bo'ladi-ku. Hissiyatı eslayimizda. Ma'lum nimasi to'g'ri. Bo'lmasa topolmay eslayman desam, qarshi taraf bearam bo'ldi. Isimda yo'qsan u yolg'on. Bu mumkin emas odam. Isimda bor, hissiyotimda yo'q. Ba'zi hissiyatda bo'lmaydi, rost bo'lmaydi. Uni o'ylab bearam bo'lgan ish yo'q. Ama yodimda bo'ldi. Şunu olan hem de bu imdat kanıtım. Dostkanla ekip olduk. İşimiz toyuq bitiş olduk. Ama yamalap kaldım. Hem toyununki laqay. Uşaqçak cidelleri bilen. Bizden oydikilerim yamalap kaldı. Ben de yamalap kaldım. Hatta dostkanı yandırıp yıtılgan ahvalım kep kaldı. Muş ahvalda siz qandaq bir taraf qılsınız. Şunu bir düşendirip bana bizge. Uçadı sizin göllerine doğru geldi sizden. Siz yamalsız. Nem sebepten yamalladınız. Şunu qatta iş tutsam mı sizden? Bu da onu ne? Al qıldınız mı? Herkes cimmetten yamalap ketmeydi. Siz iş qanday şu?
Ya şu dertmen şu uşakçık ciddeler bilen dertmen var. Dilki bazen vakitte çüm işte işlerden toy hatta buzuk getiren ahvalam kep çıkdı ki. Patikülede ma'lum bir buvay ölüp ketipti. Ölüp ketgandan keyin o'ylamag'an yerdan bu buvayga ma'lum bir tuhmatlar, har xil gap so'z cho'chaklar mush buvay ustida bo'lib ketibdi. Urug' tuqqanlar qanday qabul qilishni uqmabdi, qanday bu masalani hal qilishni uqmabdi. So'ray desa, naq odamning o'zi yo'q. So'ramay desa, bizning buvimiz yaxshi odam edi. Nima uchun shunday tuhmatlarning egisi bo'lib qolgandi deb o'ylab qopdi. Endi mushular, mush o'lib ketgan odamning huquq manfaatini qo'g'dash uchun qanday qilish kerak? Davlatimiz Axlab qonun dasturining 994-moddasida o'lguchining ism familiyasi, nom shuhrati, shon sharifi, surati, shaxsiyati, jasdi daftaringizga uchirgan bo'lsa, mush o'lguchininki jo'risi, farzandlari, ota-onasi harakat qilg'uchidan haqlab javobgarligini surishti qilsa bo'ladi. Agarda o'lguchininki farzandi, jo'risi yo'q, ota-onasi o'lib ketgan bo'lsa, boshqa yaqin tuqqanlari harakat qilg'uchidan haqlab javobgarligini surishti qilsa bo'ladi deb belgilangan. Buningda shuni ko'rish bo'ldiki, endi shu ahvol inkos qilganlar bo'vis to'g'risida hamda mashualarga fitna fasad gaplar, boshqa huquqlarga daxl tarz qiladigan gaplar bo'lib qolgan bo'lsa, qonundagi belgilamalar bo'yicha shu yuqorida degan urug' tuqqanlari qonun orqali huquqini qo'g'disi bo'ladi. Rahmat Patigulada. Yaxshi, sizlar bu alti programmasini shunday yaxshi o'ylashtiribdi. Bu yerga chiqishga maqsadim bo'lsa, o'sha go'zal qizlar bilan fikr almashtirib, fikrimiz birinchisi kelish olsak, qo'l tushib ketsak degan maqsad chiqqan. Bu sahnaga tunji qatim chiqishim boshqa jiddiylashib, tamtirab, chiqdan gaplamay qoldim. Fikr almashtiramdik. Mumkin bo'lsa, yana qaytib chiqaman. Mana bugun tomoshabin do'stlarimiz naq maydon ahvolini ko'rib, balkim ilgari his qilmagan azroq nozik bir narsalarni his qilgan bo'lishi mumkin. O'tdik dunyoning asini yaxshi ko'rishda, bir-birimizni yaxshi ko'rish bilan, qo'llash bilan programmamiz ajoyib po'raklab ichilgan gul kabi yetlarni taqitiyotdi. Xotinchaq yigitlar chiqsa mayli, aktivroq qizlar o'zini ifodalasin mayli. Faqat qonun yo'sinida o'zaro bir-birining jo'riga bo'lgan intilishlarini samimiy yo'sinda ifodalasa, bizda cheklama yo'q. Demak, programmamiz tarbiyatlik oilalarning farzandlarining naq maydon sahnada muhabbatga bo'lgan qarshini ifodalashni tamoman qo'llaydi. Xayr do'stlar, programmamizning bugungi son vaqtini nasiblamishadi oxiriga olib turibdi. Programmamizning tajdorligini Xinjiang o'zchin yemak-ichmak ishlab chiqarish shirkati o'z ustiga olgan. Programmamizni o'zgacha bitimliq ichimliklari bilan alqışlanayotgan G'ulja Gultash yemak-ichmak ishlab chiqarish shirkati alayida qo'llagan Berginaz Gulginaz Gulgubar markalaridan tanilgan Xinjiang Berginaz xalqaro savdo shirkati programmamizni alayida talab qilgan. Sizlar yaxshi ko'rib, iz qo'g'lab ko'rayotgan elchi programmamizni Xinjiang kamera madaniyat tartib shirkati ajri bilan ishlagan. Qizlar javob tatdinglar. Rahmat sizlarga. Sizlarga Berginaz xalqaro savdo shirkatining sovg'atlik buyumlari bilan Sofiyana markalari bilan tanilgan Xinjiang Dilbahar xalqaro savdo shirkatining yurishliklarini taqdim etamiz. Qabul qilinglar. Ko'plab qopdi yeydi vallah yarg'inini. Hayatning bezaklarini kiyim-kechak oltin zig'izunlardan tepib qolamaymiz. Har vaqt hayotning beziga muhabbatdir. Sahnamiz muhabbat bilan bezalgan. Har hafta ishiginglarni birov chekidi, uning ismi Elchi. U biz. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Elchi ya uyiga elchi kepti. Men borguncha ya uyiga elchi kepti. Men kuygan qiz boy akamning yolg'iz qizi. Qalam qashlab osmondagi oyning o'zi. Men kuygan
yalğız kızı Kalem kaşlık asmandaki ayının özü Bıkıp yassam yar öyini men gündüzü Talay kiçe yar öyini